Vodiydagi eng arzon sifatli kultivatsiyalarga yetkazganmiz. Bular o'zlari ishlab chiqaradi va garantiya beradi. Buni afzallik jihatlari xohlagan razmeringizga qo'ysangiz bo'ladi va o'sha eng qattiq joylardan shunday o'pirib olib ketadi. Yana bitta ko'p savollardan bittasi qanaqa traktorlarga bo'lyapti deganlar bor ekan. Videoda o'tkazmasak ko'rib tursalaring va yangiliklar ham bor, xudo xolasa bularni ham aytib o'tasiz. Nima yangilik desalaring, videoda o'tkazmasang ko'rasizlar. Yangi bo'lsalaring podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Ishlab chiqarish bizneslaring bo'lsa, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz mana shunaqa birinchilardan ko'rib borasiz. Yoki sizda ishlab chiqarish biznes bo'lsa, xohlasangiz reklama ham qilib beraveramiz. Akalar, hozir bularda asosiysi o'zlari ishlab chiqaradi, garantiyasi bor. Narxi misol tariqasida zavodskosi bir 80 million atrofida bo'lsa, bir 70 million bilmayman endi. Primerni aytyapman, 70 million ham eng pasti bo'lsa kerak, zavodskosi. Bularni o'ta arzon. Videoda o'tkazmasak ko'ribsizlar, sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Uzoq kuttirmagan holatda videomizni boshlaydi va bundan tashqari uzr aytib qo'yishim kerak, disklar ham bor. Disklarning har xil turlari bor. Xullas ishlab chiqarish joyida turibmiz. Uzoq kuttirmagan holatda videomizni boshladik. Gazini bos. To'liq suhbatda endi Azanjon akangiz yuzlanamiz. Avvalambor assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, charchamasdan. Hozir videoda boshlayotgandik. Mana 4 ta bor ekan, mana bu yoqda 2 ta va o tashqari ko'rib turganingiz 2 ta bor ekan. Hozir bularni o'sha Buxoroga yuklab olaman deyapsiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki kelishilsa bo'ladimi? Kelishiladi aka. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor, kelishilgan holda. Agar Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni davlatlar bo'lsa-chi, mabodo endi shu savolga ham ertalab chegaraga borib beramiz. Ha, iloji bor. Iloji bor, chegaraga borib beramiz. Dokumentini xudo xolasa iloji bo'ladi. Xo'p. Endi afzallik jihatlari keling, birinchi navbatda buni qulaylik jihatlari. Men aytdimki, xohlagan razmerga tushadi dedik. Xohlagan razmerga tushadi. Nechidan nechigacha, qanaqa o'zi tushuntirasiz? 60 dan 90 gacha suriladi. Universal. Razmer tanlamaydi. Xohlasangiz 60, 70, 80, 90 gacha suriladi. Ha, buni agar o'zi kimdir so'rasa, agar mabodo endi bitta g'oyati, kimdir baquvvatroq traktori bo'lsa, ya'ni bittadan qo'shib bersa, qo'shib berasiz, mabodo qo'shib berilaveradi aka uni. Ha, kengroq bo'lib, burul bitta qilib zo'r bo'lsa, zot 4 talik ekan. Men tushunishim 5 talik. 5 talik, 5 talik. Yana bittadan qo'l men unisini aytmoqchi edim, 2 kishini aytmoqchi edim. 4 talik bo'lsa, yana bittadan qo'shib beramiz. Demak, o'shanda 2 kishi bittadan qo'shilsa 6 ta bo'ladi, tayi adashmasam 8 ta yo 7 ta bo'ladi. 7 ta bo'ladi tayi. 7 ta bo'ladi. Ha. Iloji bor buni, kelishilgan. Narxi summasi boshqa bo'lib qoladi. Summasi endi boshqa bo'lib qoladi. Ha, xullas. Endi qarang, aka, endi asosiy nimalardan, savollardan ko'p savol sizga berilayotgan. Nima bo'ldi? O'sha savolga javob bersangiz. Bu qanday texnikaga tushadi? Bu aka TT 80 dan o'sha ketaveradi tevaga qarab. Yuqorilashib ketaveradi. Yuqorilashib ketaveradi. Eng pasti TT 80. TT 80. 28 lik ham tortaveradi. 28 ham tortaveradi. Endi aka qarang, xo'p, xuddi mashina endi kimdirdir haligi bir xil kichkinaroq haligi zichroq biz gilos bog'i deylik, endi hammada har xil bo'ladi. Kichikroqlarga ham yasab berasanmi desachi? Yasab beramiz. Miniga aka 3 talik bo'ladi. 3 talik qilib yasab beramiz. Ha, minisiga miniga 3 talik qilib navoda yasab beramiz. Bog'-moqlar ichiga yasab beramiz. Ha, u yana ham arzonroq tushadi. Arzonroq tushadi, bundan arzonroq tushadi. Xo'p, endi buni faqat nima kultivatsiya qilishmi yo ekishlar ham bu ichidanmi bu? U kultivatsiya qilish ham rehlenasi ichida bo'ladi, ham bug'doy ekadi, universal. Shu bug'doy ham ko'radi, o'g'it ham beradi. Tayyor komplektlarda mana nimalari bor aka? Britavasi bor aka, 8 ta. Bu addeni sotiladimi? Yo'q, addeni qo'shib beradi, bonusiga qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Sapochkalar mana o'g'it uchun. Ha, o'g'it uchun. O'g'it uchun komplekt holatda mana. Bu hammasiga bittadan qo'shib berasiz. Hammasiga qo'shib beramiz. Ha. Shlankasigacha beramiz. O'g'it bergani shlankasigacha beramiz. Ha, ya'ni magnetida shlankasi bo'ladi, uni o'g'irlaveradi. Beramiz ularni. Komplekt holatda. Aka, kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Tushunmagan joyini tushuntirib berasiz, mabodo. Tushuntirib beramiz aka. Endi har xil odam bor, endi tushunadigan bor, tushunmaydigan joyi bor. Mana shu joyiga aqlim yetmay qoldi desa, shuni tushuntirib beramiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi, uzr so'raymiz. Xullas, bundan doimiy ravishda bo'ladi. Endi aka, asosiy savollardan mana sizlarda tayyori ko'p aka, mana bu yerda tayyorlayapsizlar, mana ishxonani o'zida turibsizlar. Endi bitta savolni berib o'taylik. Xo'p, mabodo zakaz bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Zakaz bersa 1 hafta 10 kun bo'ladi. 1 hafta 10 kunda bitadi. Oldindan pulni necha foizini berish kerak? 10% foiz beriladi. Ha, endi zalog beradi, ishonch bo'ladi, o'shandan keyin shunga qarab yasaladi. Ha, o asosiysi o'sha 10% berish kerak bo'ladi. 10% ga. Hozir bu boshqami bu nima bu? Yo faqat tepasi qo'yilmaganmi? Tepasi qo'yilmagan xolos bular. Zakotobga jarayoni bu tomon mana. Mashinani ko'rsatib o'taylik, zakotobga jarayoni mana ko'rib turibsizlar. Hop. Hamma yo'q
Mana shu yerda o'zlari yasab beriladi, garantiyasi bilan bo'ladi. Mana istanoylar hamma yo'q bo'ladi. Mana bu tarafda mana haligi nol holati, ya'ni o'sha kraska bo'lmagan holatda ketayotgan jarayon, aka. Nol holda chiqqan holat. Keyin mana nechlikda bo'ladi mana ularni? Mana shu aytaylik, kimlar deb so'rab aka, qolsa. ular 0.4lik nimadan bo'ladi? Profil 0.4lik. Bu lislarimizdan 1likda mana. Mana birlik, asosiy joylari birlik bo'ladi. Qalinligini qaranglar. Nimaga buni aytyapmiz? Qalinroq bo'lsa, o'zlaringga foyda bo'ladi. Mana asosiy joylari ham birlik bo'ladi. Endi uzunini hamma joyda o'sha standart profildan qo'yishadi. Mana qaranglar, qalinligini mana. Tindag'imdan bilib bo'lsalaring, o'zi farqini bilib olaverasizlar. Momoda endi bu texnikani birana joyi buzilib qoldi, bir narsa bo'lib qolsa, endi kelganchalik remontdan qilib berasang, bo'lsa zapchasi bor. Zapchasi ham yo'q, bor, remont qilib beramiz. Xo'p, yana bitta yangilik bor dedi. Nima yangilik bor? Shuni aytib qo'ying. Yangiligimiz xudo xolasa bir 20 kun ichida chiqadi. Aytamiz uni. Uni aytiladi, xudo xolasa. Podsessiyani boslasalaring bo'ladi. Traktorga oid nimaki bo'lsa, aloqaga chiqarsa, yana bitta narsa, kimdadir traktorlar turgan bo'lsa, olasizlarmi? Olamiz aka, uni ham. Bilaveramiz. O'tgan safar traktor bor edi, sotiladigan o'zi tanamon bo'lib ketdi, juda ko'pchilik so'radi. Bularda traktor bo'lsa, sizlarda turgan bo'lsa olishaveradi ham. Endi disklar aka, disklarni aytib o'tsangiz. Disklar aka, mana bu tomonda disklar yasab qo'yganmiz. 76. Necha bo'ladi? Unisi Belarus 80 ga tushadi. 4 million so'm hozirgi narxi. Hozirgi kundagi narxi, Unisi LS TTZlarga bor, 28 larga 3,5 million so'm. Hozirgi narxi buni ham. Bu oshishi mumkin, tushishi mumkin u. Doimiy ravishda. Endi uni biz bilmaymiz. Balki oshadi, balki uncha sekin xushyor bo'lasiz. Uni hech kim bilmaydi, balki oshishi mumkin, balki tushishi mumkin. Endi tashqarida ham bor deb qo'ydik. Ashuni ham ko'rsatib o'taylik. Mana ishxonalarni realni o'zlari ko'rsatib o'taveramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana hamma yo'q bor, zapchasi. Mana eski zapchasalar ham bor. Kimlarni so'rasa. Eski o'ltasalar ham bor. Aka, bu mana shu holatda ketadi, bu organlarsiz. Bu ham Buxoroga, u bizga organi kerak biz dedi, organ qo'yib bermadik. Endi o'shanga qarab kelsa ham bo'laveradi. Kelishilaveradi u. Rama so'raganligiga ramalarimiz ham bor. Demak, u tayi bor, kimlardadir, demak, o'zini so'rasa berib yuboraveradi. Ramani o'zini ham berib yuboramiz, ko'rsatamiz uni ham mana. Haqlari shu holatda kelishilgan bu. Organsiz. Buni nimaga yuklab berasizlar aka? Uni Isuzuga yuklab beramiz. O'zi tushirib oladi. Agar mana shu yaqin o'rtagacha bo'lsa, masalan, necha kilometrgacha dastlabki qilib berasizlar, misol? Masalan, shu o'zimizni bo'ydagi bo'lsa dastlabki qilib beramiz. Ya'ni Farg'onani bo'ydani o'ziga bo'lsa dastlabki bepul bo'ladi. Endi mayli 40 kilometr ham deydi. Endi ag'bag'imda radiusda deydi. 40 kilometr radiusda mayli imkon qadar qilib berishadi. Gazini bosdan oldin deb qo'ysalaring faqat. Endi aka, buni narxi-chi, narx qolib ketyapti. Biz aytdikki 70 million, 80 million atrofida narx dedik. Hozirgi kundagi narxi-chi buni asosiysi? Hozirgi kunda narxi aka 25 million so'm. So'm. Dollar yo'q, dollar, so'm. Ya'ni bu 2050 dollar atrofida, 2050 dollar yoki 2100 dollar atrofida bo'ladi. 2100 dollar atrofida. 2100 dollar yoqsa, ya'ni 25 million so'mni 1200 ga bo'lib olasizlar, xullas. O'shani bo'lsalaring dollar chiqadi. Endi boshqa chet ellardan ko'rishadi, Qirg'iziston, Tojikiston. Bularda doimiy ravishda, mana ko'rib turibsizlar, traktorga oid nimaki kerak bo'lsa, doimiy ravishda bo'ladi. O'sha aytganimizdek, bular 10 kun, 15 kunda tayyor bo'ladi. O'sha TTZ 80 dan boshlanadi, u yoqqa yuqorlashib ketaveradi. Yuqorlashib ketaveradi. Minisini ham yasab beramiz, uchtaliklarni. U necha pulga tushadi? Ashini so'raman. Bunisi aka shu 20 million atrofida tushadi. 20 million, ag'bag'i. Balki arzonroq, balki qimmatroq shunaqa. Yasalgandan keyin hisob chiqadi. Hisob chiqadi. Ketgan rasxodini hisoblab turib, mehnatini hisoblab chiqarib beramiz. Mini 3 talik bo'ladi. Chimganlarga. Mabodo. Zo'r taklif. Mana kimgadir zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Albatta gazini bosdan oldin sizlar xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bor. Aytib qo'yinglar va bundan keyin yangiliklarni birinchilardan ko'rib bo'lsa, podsessiyani ham bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslarni ko'rsatib borish uchun. Agar sizda biznesingiz, ishlab chiqarish, qandaydir fermangiz yo'q bo'lsa, birorta sotiladigan ishxonangiz bo'lsa ham bizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.